Vaqtli kelib qopdimi? Ne unaqa qarayapsan? Bitta fikr keldi-da. Shalvaringdan tapishkani yech. Nega? Yech. Mani to'g'ri tushunasiz. Bitta-yu bitta yagona sinimni kimga ishonib topshirayotganimni yaxshiroq bilishim kerak edi. Sizni boshqacha tomondan bilib olishim kerak edi. Siz oilangizni, yaqinlaringizni o'z ehtiyojlaridan ustun qo'yadigan, o'z sha'niga ega bo'lgan munosib inson ekansiz. Biz sizga to'g'ri keladigan bo'lsak, men roziman.